Assalomu alaykum hammaga. Yana ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Inshaalloh bugungi videomiz orqali KIP haqidagi eng ko'p berilayotgan savollardan ikkitasiga javob berishga harakat qilamiz. Bu savollarga yozma tarzda juda ko'p javob berganman, lekin bu savol yana qayta takrorlangani uchun video shaklida ham olib chiqarib qo'yishga qaror qildim. Demak, bular qanaqa savollar? Birinchisi eng ko'p beriladigan savollardan KIP Chong'ap Pyonga sertifikatini muddati bo'ladimi? Sajon Pyongani muddati bo'ladimi? Sertifikatini deb savol berishadi. Ikkinchisi esa Topik sertifikatimni qanday qilib KIP sertifikatiga almashtirsam bo'ladi deb ozgina noto'g'ri tushunchada bo'lganlar juda ham ko'p. Shular haqida ozgina aytib bermoqchiman. Demak, birinchi savolimiz eng ko'p beriladigan Chong'ap Pyonga Yongju-yong bo'ladimi, Kwi Hwa-yong bo'ladimi? Bu sertifikatlarini muddati yo'q. Siz darslarni o'qib olgan bo'lsangiz muddati bo'lmaydi. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Sajon Pyongani esa muddati bo'ladi, 2 yil muddati bo'ladi. Undan keyin muddati o'tgan bo'ladi. Chungan Pyongani ham sertifikatini muddati bo'ladi albatta. U ham to'g'ridan 5-etapga o'tish bo'lgani uchun siz o'sha Chungan Pyongadan o'tadigan bo'lsangiz 2 yil ichida unda ham keyingi 5-bosqichda tezroq boshlab o'qishingiz kerak. Sajon Pyonga ham xuddi shunaqa. Masalan, Sajon Pyongadan nechadir ball oladigan bo'lsangiz, keyingi etapga qo'shilgungacha 2 yil muddat bo'ladi. Shu muddat ichida darslarga ariza qilib o'qishni boshlashingiz kerak. Demak, asosiy aytmoqchi bo'lgan narsam, Chong'ap Pyonga sertifikatlarini alohida amal qilish muddati yozilmagan, belgilanmagan. Saytlarga kirib ham aniq bir manzilni topa olmaysiz. 10-5 raqamiga telefon qilib ham so'raganman. Xodimlar ham shunda alohida amal qilish muddati yo'q deb aytishgan. Ikkinchisi eng ko'p beriladigan savol, bu noto'g'ri tushuncha desak ham bo'ladi. Ko'pchilik savol berishadi. Deyarli har kuni shunga o'xshash savol bor. Topik 2 darajam bor, 3 darajam bor. Uni qanday qilib KIP sertifikatiga almashtirsam bo'ladi, qanday qilib sertifikatini olsam bo'ladi deyshadi. Ular tushunishadiki, KIP sertifikatini olsam bo'ladi. Topikni topshirgan holatda KIP darajani olsam bo'ladi, sertifikatini menga berishadi deb o'ylashadi. Yo'q. Topiklar bu faqatgina siz KIP darslariga ariza qilishingiz uchun topshirasiz uni. Sizga qandaydir sertifikat berishmaydi. Topiklaringizni o'sha saytga o'zi belgilangan saytga registratsiya qildirasiz. Masalan, Topik 2 bo'ladigan bo'lsa, Topik 2 saytga ro'yxatdan o'tkazish uchun topshirasiz. Saytda ro'yxatdan o'tkaziladi. Siz Topik 2 borligi uchun 3-tangadan, 3-bosqichdan darslarni eshitishingiz mumkin. Faqatgina darslarni. Bu degani, demak, siz faqat darsga ariza qilish uchun Topikingizni topshirasiz. Sizga alohida qandaydir sertifikat qilib berishmaydi. Shu masalada juda ham ko'p savol bo'lgani uchun oxiri kichik bir video qilishga qaror qildim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.